Assalomu alaykum, hurmatli do'konchilar. Sizlarning e'tiborlaringizga Qoranondan Javdari Rijanoy xlebdan qilingan grenkilar o'rtoqlar. Tak, ko'rishingiz mumkin, yog'lama bo'lib yotgan grenki emas bu. Juda ajoyib ta'mga ega. Pripravalari ham me'yorida. Buni fasovkasi 2 kilolik bo'ladi, mana shu korobkada. Korobkasining narxi esa 72 ming so'm. Brendi ko'rishingiz mumkin, Bogatirskiy. Xo'p, qoranonni grenkisini mana bunaqa variantlari bor, fasovni variantlari. O'zi ham juda ajoyib. Xo'p, bu 60 grammdan bo'ladi bitta paketi. 60 ta korobkasida, korobkasining narxi 155 ming so'm. 4 xil assortimenti bor do'stlar. Xo'p, endi bunisi esa oq nondan qilingan, suxari, to'g'rama shaklda qilingan. Buni o'rtoqlar ushog'i praktiski yo'q. Bu dona hammasi cho'tki. Narxiga keladigan bo'lsak, buni korobkasi 3 kilolik bo'ladi. Bu ham Bogatirskiy. Korobkasining narxi esa 54 ming so'm. 2 kilolik varianti ham bor bunda, paketlik. Xo'p, o'rtoqlar, buni fasovni variantlari ham bor. Buni magaziningizda 1000 so'mdan sotsangiz ham cho'tki bo'ladi. Buni ham 4 xil assortimenti bor. Korobkasida 60 ta, korobkasining narxi esa 50 ming so'm. Chiroyliligini qarang. Hurmatli do'konchilar, agentimizning nomerini qoldiramiz. Aloqaga chiqasiz, borib zakazingizni yozib keladi, olib borib beramiz. Mahsulotlarda soni chegaralanmagan.